Hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar, qadrli musofirda yurgan aka-ukalar. Do'stlar, bundan oldingi videomizda bolalar apalopkani betonga tayyorlashyapti. O'sha jarayonni qo'ydik. Endi hozir beton quyish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar do'stlar va kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani unda biz boshlaymiz. Mana mashinamiz ham keldi. Hozir boshlaymiz quyishni. Bundan oldin yana bitta mashina kelib ketdi. Biz sal ozgina kechga qoldik. Quyishni boshlagan bolalar. Ozgina qisqacha video qilamiz. Do'stlar, gapirib video syomka qila olmayman, chunki bu yerda shovqin, ovoz yaxshi tushmaydi. Pustoy bu tomondan ketyapti. Gruz bilan bu tomondan kelyapti. Chunki bir-biriga yo'lda mishat qilmasligi uchun yo'l yaxshi emas. Shuning uchun shunaqa bo'lyapti do'stlar. Olmalarni ko'ringlar do'stlar, olmalarni. Mana olmalar nima deyapti, mana olmalar. Chiroyliligini qaranglar bularni. Qizil turibdi, katta olmalar. Akalar o'zimizni Andijonli akalar. Taglarni kovlab, chiroyli qilib, apalopkalarni qilib, mana armaturalarni to'qib, chiroyli qilib qo'yishdi. Endi mana betonni quyishyapti. Apalopka qilinayotgan jarayonni syomka qilganmiz do'stlar. Kanalga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, bitta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Beton markası M250. M250 beton quyilyapti do'stlar. Bu yerda 4 ta spalli, 2 ta sanuzel, garaj hamda gostinaya komnata bor. Hali bitiryapgan jarayonni, ko'tarilayotgan jarayonlarni hammasini qo'yib boramiz.
Qarshi tomondagi akamiz mana vibrator bilan ishlayapti. Narigi burchakdagi akamiz va ana shu burchakdagi akamiz masterogda tekislab kelyaptilar. Еще две, да. Еще две машины надо будет. Akalar yana ikkita mashina keladi. Общий o'shanda 14 ta bo'ladi. 90 kuba ketyapti. Полностью. O'zi proyektda 45, ular rovni yer rovnisidan olgan 45 kubani, lekin u garaj tomoni 1,5 metr 180 pastga kovlandi. O'shani hisobiga yana bir barobar qo'shildi. Bitta ozgina yetmay qoldi. Tagiga tosh tashalgan. Mana shu yerda железный труба bo'lar ekan. Hozir uni ham qo'yib yuborishadi. Я желаю всем подписчикам успешно трудиться, строить объекты серьезные, зарабатывать деньги и быть здоровыми. Да. Вот заливаем, а следующий год... Да, объект довольно серьезный, потому что большая кубатура бетона. Это сколько получается тут? Больше 95. Под 100 кубометров. Ну да, получается плюс-минус, да. Да, тогда дом будет стоять. Экономить на фундаменте категорически запрещено. Дом у вас будет здоровенный. Да, тем более дом одноэтажный. Вот такие дела. kuba ketyapti do'stlar. Почти 100 Детский капитал еще надо вытаскивать. У нас дом строится, все. Ну да. Документацию непосредственно необходимо приготовить. Yana bitta mashina keldi do'stlar. Bundan keyin yana bitta keladi, shu bilan tugaydi. Bundan keyin yana bitta mashina keladi do'stlar. O'ylashim bo'yicha sal ko'plik qiladi shekilli. Ishnisini o'zi mana shu tomoniga qattiq deb to'kishi planini qilish kerak. O'ylanib turibmiz hozir. Еще одна машина, да? Блин. Многовато? Я думаю, да. Ну вот опять же говорю же, точно, ну хотя здесь еще у нас есть. вот, смотри, один.
tomonda tekslab chiqishdi. Ustini masterovda. Tekslab cho'tka qilib do'stlar, mana nasos yig'ishtiryapti. Bo'ldi, quyib bo'ldi bollar betonni. Oxirini mana tekislashyapti hozir. Tekislab chiroyli qilib ketishyapti. Ozgina bir yarim kub oshib qoluvdi. Mana shu tomonga linoleumni solib turib ustiga to'kib oldik, чтобы может быть qatlagadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa. Да, все. Do'stlar, mana betonimizni ham tekslab quyib oldik. Tepaga chiqib oldim, tepadan yaxshi ko'rinadi. Mana tekslab quyib oldik. 14 ta mashinada ketdi, 7 kubadan. Nasos yig'ishtiryapti. Endi 4-5 kun qurigandan keyin opalobkalarni yechib chiroyli qilib mana turpoqlarni hammasini, atrofdagi turpoqlarni traktorga tekislab qo'yamiz. Do'stlar, shu bilan bizni bugungi videomiz oxiriga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Qat'an like ayamaysizlar. Videolarni podelitsa qilib kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kanalimiz rivojlanishiga o'z hissalaringizni qo'shib qo'yasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.